Davr haftalik jurnali 22 sentabr 2020 yillik dunyodagi ta'siri kuchli 100 shaxsni e'lon qildi. Amerikalik Uighur advokat, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari, Uighur kishilik huquq qurilishining mudiriyat raisi Nurىتۈرkەل dunyodagi ta'sir kuchli 100 shaxs qatoridan o'rin oldi. Mazkur tor betida Nurىتۈرkەlning bir Uighur advokat bo'lish sifati bilan yillardan buyon jamiyat uchun harmay talmay xizmat qilib kelganligi, Uighur kishilik huquq harakati qo'zg'aganligi, Xitoy o'z jinoyatini bor kuchi bilan yoshirgan ahvolda Uyg'urlar uchirgan zulmni dunyoga anglatib, xalqaroning diqqatini qo'zg'ash uchun kuch chiqarganligi qatorliq nuqtalar alohida tilga aylangan. Nurىتۈرkەl apandi mundaq dedi: "Bu xabarni anglagandagi hissiyotim nihoyat murakkab. Xalqimning azobliq, ichinishli hayotini unumlik anglatib, 100 ta'siri zo'r shaxsning biri bo'libdiman. Agar vatanim tinch omon bo'lgan bo'lsa, xalqim insoniy qadr-qimmati bilan yashay olgan bo'lsa, menga bu atoqning hech hojati yo'q edi." U yana o'zini nomzod qilib ko'rsatgan Dunyo Uighur qurultiyi raisi Dolqin Aysoga alohida rahmat etdi. Jənvədə o'tkuzilgan 45-ci növbətlik kishilik huquq kengashi yig'inida Birlashgan Dövlətlər oldidagi so'niq o'rindiq yanida Uighur qirg'inchligini to'xtatayli temasida rəsім ko'rgəzmisi o'tkuzildi. Dunyo Uighur qurultiyi uyushtirgan 3 kunlik fotosurat ko'rgəzmisi Şərqىy Turkistondagi tez suratda nacharlashayotgan vaziyatni gavdalantirishni maqsad qilgan. Xalqaro jamiyatga Uighur krizisini tunishtirish uchun Uighur qurbonlarining rasmlari ko'rgazma qilindi. Dunyo Uighur qurultiyining raisi Dolqin Ayso mundaq dedi: "Bugun biz majburiy emgak va Uighur qirg'inchiligini to'xtatish uchun rəsім ko'rgazmasi o'tkazyapmiz. Bu yerda 45-ci navbatlik kishilik huquq kengashi yig'ini davomlashyapti. Biz bu fursatdan foydalanib, Uighur qirg'inchiligiga bo'lgan tunishini o'stirib, xalqaroning diqqatini qo'zg'ash maqsadida bu faoliyatni planladik." Reuters agentligining 22 sentabr xabar qilishicha, Fransiya prezidenti Makrон 22 sentabr Birlashgan Dövlətlər Təşkilatida qilgan so'zida mazkur tashkilotni Uighur rayoniga o'mak avatib, Uighur musulmonlarga ko'ngil bo'lishga chaqirgan. Makrон so'zida mundaq degan: "Aqalli kishilik huquq G'arbning boshqa davlatlarning ishiga aralashadigan yoki uningga qarshi turish uchun qo'llanadigan ideyasi emas. Balki bu mazkur tashkilotimizning prinsipi bo'lib, Birlashgan Dövlətlər Təşkilatıga a'zo davlatlarning hammasi bu prinsip va ahdnomalarga qo'l qo'ygan. Shunga uningga hurmat qilish kerak." Fransiya Birlashgan Dövlətlər Təşkilatıdan Uighur rayoniga o'mak avatishni talab qildi. Chunki biz hammamiz Uighur musulmonlarining ahvoliga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Dünya İmamlar Kengashi organ tor betida Uighur o'limalaridan Turg'unjon Alovuddin bilan doktor Imomjon Bog'doning maslahat komitetiga a'zo bo'lganligini e'lon qildi. Turg'unjon Alovuddin Misr Azhar universitetini bitirgan bo'lib, navbatda Dunyo Uighur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri, Sharqi Turkiston o'limalar birligining muavin raisi qatorliq vazifalarni o'tamoqda. Doktor Olimjon Bog'do Qahramon Marashchi Imom universitetining o'qituvchisi bo'lib, u Sharqi Turkiston o'limalar birligi fatvo komitetining mas'uli, shundaqla Dunyo Uighur qurultiyi diniy ishlar komitetining a'zosi. Dunyo Imomlar Kengashi o'z bayonotida ikki o'limaning Sharqi Turkistondagi Uighur musulmonlarga vakolatan mazkur kengashning a'zosi bo'lganligini qarshi oladiganligini bildirgan. Dunyo Imomlar Kengashi dunyoning har qaysi joylaridagi o'limalardan, Dunyo Imomlar Kengashi dunyodagi har qaysi joylardagi o'limalardan tashkillangan hukumatsiz tashkilot bo'lib, navbatda 1000 dan ortiq a'zosi bor. Avistraliya Tasmaniya o'lkasining Makari bosh rayonidagi teyizsuda to'xtab qolgan 470 kitning 70ning qutquzuvelinganligi, ammo 380 kitning o'lib ketganligi e'lon qilindi. Muxbirlarni kutib olish yig'inida Tasmaniya bog'chisi va yovvoyi hayvonlar mulozimat direktori Nikteka 4-kuni bo'lgan kitlarni qutquzish harakatidagi o'zgarishlar haqida bayonot e'lon qildi. Davomlashayotgan qutquzish jarayonida teyizsudagi qumga qisilib qolgan 70 kitning qutquzuvelinganligi va muvaffaqiyatli holda dengizga qaytib kelganligini bayon qilgan Deka 380 kitning qutulolmaydiganligini aytdi va 20 kitning bugun qo'yib berilishidan umid borligini aytdi. Makari bosh rayonidagi teyizsuda qapsilib qolgan 270 kitning qutquzish jarayonida tönögün yana 200 kitning bu rayon bilan bo'lgan orlig'i 7 kilometrdan 10 kilometrgacha bo'lgan teyiz dengizda to'xtab qolganligi bayqalgan edi.